Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videoda boshladik. Bizda kecha, ya'ni bugun sahar o'zbek Toshkent vaqti bilan Hormuz ochildi. Ya'ni Tramp e'lon qildi. Eron bilan Amerika hozirda urush to'xtatish uchun ceasefire e'lon qilishdi. Xo'sh, ceasefire e'lon qilganda bizga bozorga juda ham katta ta'sir qildi. Bizda Ethereumda ochgan edik. Ya'ni hop, ko'ramiz. Ethereumda biz bu yerda sell ochgan edik. Sell ochib kutamiz degan edik. Biz tomonga yurayotgandi, 1-2 yurib berdi. Save qilib olinglar. Bizni bitga qo'yib qo'ygan edik. Bizni bitgamiz urib ketib bordi. Ya'ni yangilikda kriptoga juda ham ta'sir qildi. Tinchlik bo'lgani uchun kriptoga ishonch ko'payib, sotuvchilar ko'payib ketdi va bizlar bitgamiz 1-2 dan keyin urib berdi. Bizda S&P 500 bor. U ham bizda sellda edi. Afsuski, общий masalan, mana bizda 1-2 yurib berdi, S&P 500 1-1 yurib beribdi. 1-3, 1-5 kutyapti. Afsuski, bu ham bo'lmadi. Bozor bizga qarshi yurib berdi. 1-2 yurgandan keyin bizda yana NDX 100. Bizda US Tech. Bunda ham xuddi shunaqa holat edi. Bunda ham 1-2 yurgandan keyin bizni bitganimizni urdi. Yangilik bizga qarshi yurib berdi. Lekin bu yerda AUDUSDda bizda juda ham zo'r holat bo'ldi. Bizda AUDUSDda H4 da pay berilgan edi. Ya'ni AUDUSD xo'sh, H4 da. Mana bizda H4 buzib yopgan edi. Biz shu yerda payga kirgan edik. Bizda 1-3, 1-4 yurib berdi. Juda ham zo'r yurib berdi. Mana bu yerda informatsiyalar bor. Xo'sh, va yana nima bo'ldi? NZD USD, New Zealandiya dollari ham yaxshi yurib berdi. Bizning entry zonamiz xuddi shu joyda edi. Xohlaganlar ushlab tursa ham bo'ladigan darajada. Ya'ni bizda H4 da keyingisini ham buzib qo'ydi. Endi bu katta ehtimol bilan tepaga ketadi. Bizning entry zonamiz bu yerda edi. Ya'ni H1 da qilingan analizada. Xo'sh, NZD tilida ishladik. 254 pips ishlanibdi. Ko'rishinglar mumkin. Entry zona 81 dan oqdi. 80 gacha edi. Entry zona katta edi chunki M5 da rollatini nisbatlatadi. Hop. Ideya tashladik. Ideyamiz jicha o'xshamadi. Jicha pastroqdan ketdi. Stoplar terib. Bu zona katta edi, shuning uchun aniq entry zona berilmadi. NDX o'qqan payti. Xo'sh, USD sell limitimiz ham stop urdi. Bizda USDda stopimiz urib ketdi. Afsuski. Bizda xuddi shu joyda edi. Bizda shu joyda entry qilingan edi, shu yerda sell zona berilgan edi, lekin bizda sell zonamizga qaramasdan uchib yubordi. Yangiligiga bizga qarshi yurib berdi. Euro AUD 1-3 yurdi. Safe Euro AUD. Xo'sh. H1 qilingan analiz. Hali ham sirkamiz ochiq ekan. Oxirgi tepa, ya'ni 1-3 ekan. Euro kupi pay stop yedik. Euro kupi payda. Bu zonadan edi. Zonadan atkat oldi da, lekin bu zorda bizni zonamizda
qaytib ketadi deb umidda edik. Hisobimiz katta emas edi. Hisobimiz urdi, yana qaytyapti. Endi shu bo'yi pastga ketdi shekilli. Shunaqa gaplar. Bizda hozir shu yangiliklar. Bizda neftlar ham juda ham narxlari tushib ketdi. Neftda ham zilkamiz bor edi, lekin kanalga signal berilmagan edi. Lekin neft juda ham katta o'qish qildi. Masalan, Brentni oladigan bo'lsak, Brent narxi birdaniga 107 shu yerda edi. Biz endi rizonamiz bu yerda edi. Примерно. Va juda ham narx tushib ketdi. Shu hozirda yangiliklar. Agar yana yangiliklar bo'lsa, Telegram kanalida bemalol kuzatishingiz mumkin.